Agar eplolmasang, pulimni tegincha qaytarib olaman. Bu ayolni urash oson ish emas. Nahot pul uchun shunaqa pastkashlikka borsam? Shu darajada vijdonimni arzonga sotdimmi? To'xta Ali, sen o'zingga o'xshamayapsan. Bu ishni qilish senga yarashmaydi. Iya. Nima so'ramay o'tirib oldingiz? Xullas, sizga muhim bir gapim bor. Kechirasiz, biz tanishmizmi? Men sizni taniyman, lekin siz hozircha meni tanimaysiz. Yigitingiz ismi Azizmi? Ha, siz uni qayerdan taniysiz? Uni oilasi va farzandlari borligini ham bilasiz. Ha, bilaman, nima edi? Sizni o'rab, yigitingiz bilan ajratib olish uchun Azizni xotini meni yo'lladi. Bu ishim uchun yaxshigina pul ham to'ladi.